Assalomu alaykum. Bugun yurakda qon nima uchun va qanday qilib bir tomonlama harakatlanishi haqida gaplashib o'tamiz. Keyinda birinchi bo'lib yurakning qismlari to'g'risida gaplashamiz. Demak, yurakda 4 ta asosiy qism farqlanadi. Bular o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha, chap bo'lmacha va chap qorincha hisoblanadi. Endi yurakka qon qayerdan keladi? Yurakka kelayotgan qon pastki kavak vena va yuqori kavak vena orqali harakatlanadi va ular o'ng bo'lmachaga qo'yiladi, right atrium. O'ng bo'lmachadan qonimiz keyin o'ng qorinchaga o'tishi kerak, right ventricle-ga va bularning o'rtasida qonni faqat bir taraflama harakatini ta'minlovchi 3 tabaqali klapan joylashgan, tricuspid klapan. O'shani hisobidan qon faqatgina o'ng bo'lmachadan qorinchaga harakatlanadi. O'ng qorinchadan orqaga qarab qon o'ta olmaydi. Undan keyin qonimiz o'ng qorinchadan o'pka arteriyalar orqali o'pkalarga boradi va o'pkalarda kislorod bilan karbonat angidrid almashinuvi sodir bo'lib, keyin 4 ta o'pka venasi orqali qonimiz qayerga keladi? Chap bo'lmachaga quyiladi, ya'ni left atriumga quyiladi. Bu yerdan qon keyin chap qorinchaga o'tishi kerak, left ventricle-ga va bularning o'rtasida qonni faqat bo'lmachadan qorinchaga harakatini ta'minlovchi 2 tabaqali klapan yoki mitral klapan joylashgan bo'ladi. Keyin chap qorinchadagi qonimiz aortaga qonni haydab beradi va bularning o'rtasida ham qonni faqat qorinchadan aortaga o'tkazib berishini ta'minlovchi yarim osmon klapan joylashgan. Undan tashqari bu yerda aytishingizdan chiqibdi, o'ng qorincha bilan o'pka arteriyasi o'rtasida ham qanaqa klapan joylashgan? Yarim osmon klapan yoki pulmonary klapan deymiz. Bu yerdagisini demak aortik klapan deymiz. Ikkalasi ham yarim osmon klapan. Aortadan qon butun a'zo sistemalarga borib tarqaladi. Demak, savolimiz javobi nima bo'ldi? Yurakda qonni bir tomonlama harakatini bizga mana shu 4 ta klapanimiz ta'minlab beradi. Endi ko'raylik bu yerda demak horizontal sectionda qanaqa ko'rinadi klapanlarimiz. Yurak mana bu kesmada ko'radigan bo'lsak, horizontal sectionda 4 ta klapanni ko'ramiz. Bular tricuspidal klapan, demak o'ng bo'lmacha o'ng qorincha o'rtasida joylashgan, mitral klapan yoki 2 tabaqali klapan, bu demak chap bo'lmacha chap qorincha o'rtasida joylashgan bo'ladi. Undan demak oldinroqda aorta klapan joylashyapti. Aorta klapanga e'tibor beramiz. Bu yarim osmon klapanlar, lekin 3 ta asosiy qismi farqlanadi bunda ham. 3 ta asosiy qism farqlanadi. Undan keyingi, undan ham oldinda o'pka klapanlari, o'pka yarim osmon klapani joylashgan. Bunda ham 3 ta qismli klapan hisoblanadi. Demak, bu joylashuv bir-biriga nisbatan kesmada ular bir tekislikda joylashadi. Xo'p, davom etamiz. Endi patologiyasiga e'tibor beramiz. Ya'ni bu klapanlarimiz normada ishlamaydigan bo'lsa, qanaqa holatlar sababchi bo'lishi mumkin? Birinchisi bu stenoz deyiladi. Stenozda mana bu normada klapan ochilgan paytda qon qanaqa o'tishi, ya'ni keng ochilib turibdi. Qon o'sha hisobdan bo'lmachalardan qorinchalarga normada o'tadi, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Endi stenoz bo'lgan paytda mana shu ochilgan paytdagi hajm kichrayib qoladi. Turli xil sabablar bunga olib kelishi mumkin. Bulardan bittasi bu revmatizm deb nomlangan kasallik yoki revmatic fever deyiladi bu narsa, revmatik isitma. Revmatik isitma o'z vaqtida davolanmasa, u keyinchalik o'sha klapanlarning stenoziga sababchi bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan klapan stenozi, demak mitral stenoz hisoblanadi revmatic feverda. Endi keyingisi bor regurgitatsiya. Regurgitatsiya nima degani? Regurgitatsiyada endi klapanning asosiy vazifasi nima edi? Bir taraflama o'tkazish edi qonni. Endi bu yerda nima bo'ladi? Regurgitatsiya bo'lgan paytda qon 2 taraflama harakatlanishni boshlaydi. Masalan, yarim osmon klapan turibdi bu yoqda. Chap qorincha bilan aortaning o'rtasida qonimiz nima qiladi? Normada chap qorinchadan aortaga chiqadi va qon orqaga qaytmasligi kerak edi, klapan yopilishi hisobidan. Endi regurgitatsiya bo'lganda qonimiz orqaga qaytib o'tishni boshlaydi. Va bu o'sha qaytib o'tayotgan joyiga, hozirgi misolimizda chap qorinchaga ko'proq nagruzka beradi. Bu yerda qon dimlanishi yuzaga keladi. Xuddi shunaqa holat. Stenoz bo'lganda naborot, demak bo'lmachadan qorinchaga qon o'tishi kerak edi. Mana bu yer torayib qolgani hisobidan endi qon yaxshi o'ta olmaydi. Dimlanish bo'lmacha qismida yuzaga keladi. Demak, bu regurgitatsiya stenoz holati. Regurgitatsiya ham revmatik isitmadan keyin rivojlanishi mumkin. Bu holat ham o'z vaqtida agar davo choralari ko'rilmaydigan bo'lsa. Oxirgi patologiyamiz bu atreziya deyiladi. Atreziya bu demak klapanning umuman rivojlanmasdan qolish, embrional rivojlanish davomida o'sha yurakning qismlari paydo bo'layotganda, masalan, o'ng qorincha bilan o'ng bo'lmacha o'rtasida tricuspidal klapan hosil bo'lishi kerak edi. O'sha joy hosil bo'lmasdan to'liq to'siq holatda qolib ketishi mumkin. Demak, buni tricuspidal atreziya deb ataymiz. Va qonda harakat yo'nalishi ham o'zgaradi. O'shaning hisobidan o'ng bo'lmachadan qonimiz endi chap bo'lmachaga o'tishga majbur bo'ladi. Undan tashqari o'ng qorinchaga qon o'tishi uchun bizda 2 ta qorincha o'rtasida ham defekt paydo bo'ladi, qo'shimcha yo'llar. Demak, bu atreziya ekan.